eksklyuziv OK.uz. Yana qanday baxt istaysan, yana nimalar qilay senga, yuragimni cho'qqilay ko'rgan, qanchalar seni sevar edim. Bilasanmi, sen ketgan kundan hayotim butkul o'zgargan. Hammasini qayta yangi sahifadan boshlayapman. Xuddi endigina yurishni o'rganayotgan go'dak kabi men ham sensizlikka sekin-asta ko'nikyapman. Qayta sen bilan o'tkazgan baxtli kunlarimizni eslab, yuragimni alamli bir savol qiynamoqda. Nahotki sen o'shanda baxtli emasding? Nahotki sen o'shanda meni sevmagansan? Shunchalar osonmidi mendan voz kechishing. Shunchalik tez hayotingni tark etdimmi? Bir marta ham holam so'ramading. Nega? Yana qanday baxt izlaysan, yana qancha dard berasan menga, yurak sendan voz kecholmas nega? Yana qanday baxt istaysan, yana nimalar qilay senga, yuragimni cho'qqilay ko'rgan, qanchalar seni sevar edim. Hayotim, borlig'im, yuragim borimni atadim senga, bu bedorlik tunlarim. Sevganim nahotki yetmadi, yana senga ne kerak? Aytgin menga ushbu savollar, tinmay qalbim qiynab. Dardda yonar umidlarim bir sonib borar. Nahotki qadrsiz sevganim qalbimni berganim, nahotki manzilsiz endi ko'zlaringdan kutganim hasraydi baxtimni, sevgimni, nahotki endi bularning foydasi yo'q, endi yo'q. Yana qanday baxt xohlaysan, yana nimalar qilay senga, yuragim sendan voz kecholmas. Savollar cho'q. Aytgin nega? Yana qanday baxt istaysan, yana qancha dard berasan menga, yurak sendan voz kecholmas nega? Yana qanday baxt istaysan, yana nimalar qilay senga, yuragimni cho'qqilay ko'rgan, qanchalar seni sevar edim. Bilarmisan, qanchalar og'ir sensizlik dardini tinimsiz his etish. Qayerdan ham bilarding? Axir sensiz yashamading-ku. Hattoki qadah tutsang ham to'ldirar zahar. Ichib qo'yku senga baxt tilar.